Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi taomimiz tovuq bo'ynidan sho'rva. Buning uchun bizga tabga ko'ra 2 kartoshka, bitta sabzi va uyimizda bor bo'lgan ezilib qolgan, yumshab qolgan pomidorlar bo'lsa ham bo'ladi. Pomidor bo'lmasa tabga ko'ra solinadi. Hamma uyda bor narsasi uchun soladi. Keyin tovuqimizni 2 bo'lakka bo'lib, bo'ynini yuvib tozalab oldim. Buni asosiysi mana shu bo'yin qismini, terisini ostida bezlari bo'ladi. Shularni tozalab tashlash kerak bo'ladi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. O'sha bezlarni olib tashlab yeyishga tayyor qilib oldik. Ya'ni ovqatimizga tayyorlab oldik. Endi bunga suv quyib, to'laroq suv quyamizda. Keyin tovuqni o'zi bunga endi idishimizni to'laroq qilib suv quyamiz hamda gazga qo'yib ko'pigi chiqqancha qaynatamiz. O'zim har doim ovqatlarni qozonda qilardim yoki tabada. Bu safar mana shunday kastrol idishchada qilmoqchiman. Buni qaynatishga gazga qo'yamiz. Suv to'ldirib oldim. Hamma o'zini xohishicha. Men endi uzoqroq qaynatmoqchiman, shuning uchun sal to'laroq qildim. Ham ko'pigi chiqqandan keyin olgandan keyin suv sal kamayadi, qaynaganda ham suv kamayadi. Ko'pigi chiqib, ko'pigini olib tashlaganimizdan keyin qaynab turgan vaqtda qolgan masalliqlarimizni xuddi shunday butun-butun qilib sovuramiz. Piyozni to'g'rab solsak ham bo'ladi. Men lekin butun solmoqchiman. Keyinchalik tabga ko'ra rolton pripravasi yoki boshqa pripravalar, tuz обязательно solinadi. Murch xohishga qarab, lavloris, rolton pripravasi. Mana qaynab chiqdi. Ko'piklarni olib tashlaymiz. Ozgina qaynab o'tib ketibdi meniki. Endi qaynab ko'pigi endi chiqqan vaqtda olsanglar, mana shunaqa qorayib, sitilib ketmaydi. Endi buni ozgina tagini pasaytiraman. Hamda boya tayyorlab qo'ygan mana shu mahsulotlarimizni solamiz ichiga. Bismillahirrohmanirrohim.